Biz qayşoqda. Ayağını nima qilyapsiz? Soyachaat qayerdan paydo bo'lding? Nimaga shu qo'shnilarni poylayverasiz? Poylayman-da, poylayman. Buni uyida nimalardir bo'ladi-ku. Nima bo'ldi ya? Uyini Melisa bosdi. Uyida giyohvand moddalarni saqlayotgan ekan, sotib turgan ekan. Devor ortidagi jarayonlarga befarq bo'lmagan ayolning shubhalari bejiz emas edi, chunki uning qo'shnisi aynan yashash xonadonida giyohvand moddalarni tayyorlab sotib kelayotganligi aniqlandi. 1972-yil Dang'ara tumanida tug'ilgan sudlanuvchi avvalroq ham qilgan jinoyatlari sababli bir necha bor jazoni o'tab qaytgan bo'lsa-da, qilmishlaridan to'g'ri xulosa chiqarmay yana qing'ir ishlarini davom ettirganligi sud hujjatlarida qayd etilgan. Unga ko'ra ayblanuvchi shaxs o'zining yashash xonadonida o'tkir hidli giyohvand moddalarni tayyorlab sotib kelayotganligi aniqlanadi. Shundan so'ng ayni holat yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida sudlanuvchi giyohvand moddalarni shartli xaridorga kelishilgan pul mablag'lari evaziga sotgan vaqtida qo'lga olingan. Qani shu pullar bizga nusxalangan. Solishtirib ko'ramiz. AD 440 63 65. Agar ko'rib turibsa, to'g'ri kelyapti. Ayni tezkor tadbir davom ettirilib, uning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganida esa uyning oshxonasidagi ko'rpacha ostidan shisha idish va gugurt qutisi ichidan bir xil holatda dumaloq shaklda tayyorlangan ko'p miqdordagi giyohvand vositalari hamda bir dona elektron tarozi topilib, ular xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirilgan. To'shakning orasidan oq rangli yelim idishda Nechta bo'lib turibsizlar? Qo'ng'ir rangli o'tkir hidli Ha, nasha. modda. Mazkur holat yuzasidan to'plangan ish hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha Dang'ara tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilib, ayblanuvchiga sud hukmi e'lon qilindi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 25 orqali 273-moddasining 5-qismi va 273-moddasining 2-qismida nazarda turgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga Jinoyat kodeksi 59-moddasi 3-qismi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan o'tash uchun uzil-kesil 10 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tattirilsin. Sudlanuvchi ayni ishlari jinoyat ekanligini yaxshi bilar edi, ammo u qilmishlarini to'xtatmadi. Oxir oqibatda esa u yana uzoq yillarni oilasidan yiroqda, panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi.